O'shaning uchun bizda stress, gormonal narusheniylar buzilib ketayotganligi uchun ortiqcha vazn yig'ish holatlari bo'lyapti, to'g'rimi? Bu mahsulotlar aynan mana shu balans ushlash uchun, gormonlarni joylashtirish uchun, ortiqcha vес olib tashlash uchun, kayfiyatni ko'tarish uchun, hayotga qiziqishni oshirish uchun. Bu faqat sanoqliklarni yozolman. Ana shularga asosiy ta'sirini biz mahsulotlar bilan ko'rib turibmiz, natijasi bilan. Ya'ni shunaqa stressga tushib qolgan insonlar bor, yashagisi kelmaydi, bolalarini eshitgisi kelmaydi, ko'chaga chiqgisi kelmaydi, qo'shnisini tashvishga o'zini ham tashvishni eshitgisi kelmaydi. Hammasi stressli vaziyatlar. Ya'ni shuncha pitaniya qilsa ham, zaldaga chiqsa ham ozolmaydi, to'g'rimi? Chunki tanada toksin shlak ko'payib ketadi. Ana shu mahsulotlar bilan tanani biz tozalab, balansga keltiradigan bo'lsak, bu muammolar hech birimizni bezovta qilmaydi. Shuning uchun bu mahsulotni xoh ishlashni xohlasin sizlar taklif qilgan inson, xoh xohlamasin, shunaqa yopishib olinglar. Bitta o'zida natija olsa, albatta boshqa insonlarga ham tavsiya qiladi. Sizlar misol uchun unga daromadi qiziqmasdir, mahsulot qiziqmasdir, mahsulotning ismini eslab qolmas. Muhimi ichirish kerak insonlarga. Shuning uchun ham natijalar o'zini ko'rsatishni boshlaydi, salomatlikni ulashiladi. Kelinglar, ozgina zerikib qolmadinglarmi? Bu mahsulotni sevib iste'mol qiladiganlarga nima deydi? Yana bir bor cheksiz hurmatimni bildirib o'tmoqchiman. Sahnaga Aset Mirzani taklif qilamiz. Bu mahsulotni shunchaki so'g'iga olib ketish xohlaydiganlar bormi? Har bittamizda bolajonlar uchun alohida ishlab chiqarilgan mahsulotimiz bor. Ya'ni Kidslight hozir eslab turdim. Kidslight mahsulotimiz tarkibi vitamin D3, limon kislotasi, sink bor, magniy bor, kalsiy bor. Ko'rdinglarmi? Biz boshqa mahsulotlarda alohida sotib olardik bunga qadar. Bu Kidslight mahsulotida tarkibi juda ham chiroyli tuzilgan. DCP bolajonlarimizda, aqliy orqada qolgan bolajonlarimizda, to'g'rimi? Tishi chiqmayotgan, suyagi o'smayotgan, bo'y jihatdan yetisha olmayotgan, gormonal buzilgan bolalarga aynan xavfsiz mahsulot ishlab chiqarilgan Kidslight. Bu mahsulotimizni allaqachon iste'mol qilishni boshlashgan, natijalar quvonarli darajada. Bu mahsulotlarni albatta bolalaringizga, farzandingizga, nafaqat farzandlar, o'zingiz ham iste'mol qilishingiz kerak. Chunki